Tadbirkorlarimizni ham har xil ko'rinishi bo'ladi. Himmatini ko'rsataman deb tadbirkorlar xalq mazza qilsin deb kimdir katta chegirma qiladi. Kimdir tadbirkor akamizga o'xshab bizani xayriya guruhdagi bolalarimiz foydalansin, shu kiyimlarni kiysin deb hadya qilyaptilar. Alloh dargohida qabul qilsin ehsonlarini. Bu oyoq kiyimlarni bizani xayriya guruhimizdagi bolalar kiyib, xudo xolasa o'qishlarga borib, bolalar ta'lim oladi, ta'limda qatnashadi, maktabiga boradimi, kollejga boradimi, bilim oladi. Bu bolalarimiz hozir pul topmaydigan yoshda. Lekin vaqt soat kelib, xudo xolasa katta bo'lib, ular ham pul topgandan keyin, o'z kasbining ustasi bo'lgandan keyin shu elga, yurtga xizmat qiladigan, yurtga foydasi tegadigan, vatandoshlarga foydasi tegadigan sizlarga o'xshagan saxiy bolalardan bo'lish nasib etsin. Amin. Xudo xolasa biz o'z egalariga mehr 20-20 xayriya guruhimizdagi a'zo bo'lgan bolajonlarga yetkazamiz. Rahmat. Davomli qilsin. Alloh qotgan ihsonlarni dargohida qabul qilsin. Rahmat. O'zi anchadan beri niyat qilardik. Do'stlarimiz sizlarni tavsiya qilishgan edi, joyiga yetib boradi deb. Mana endi Xudo xolasa ko'nglimiz xotirjam sizlarga topshirdik. Inshaalloh qiladigan xayrli ishlarimizni davomiy qilsin hammasini. Inshaalloh Xudo xolasa. O'zi hamma tadbirkorlarni, ya'ni butun insoniyatni o'zini, hamma odamlarni o'zini qalbida Allohdan so'ragan, hech kimga etmay yurgan niyatlari bo'ladi. Bir narsani Allohdan so'rab, Alloh menga shu narsani nasib qilgin deb. Yo biron bir hech kimga etolmay yurgan mushkuli bo'ladi. Boshqasi bir kichkina muammolari bo'lsa, o'sha narsalarni o'sha tadbirkorlarimiz hadiyalar, ihsonlar qilganda Allohdan so'rab qilinsa, bir insonning qalbiga quvonch kirg'izish sababidan Alloh bu insonni ham mushkullarini oson qilishi, duolarining mustajob bo'lishiga sababchi bo'lib qolishini umidvor qilamiz Allohdan. Amin. Alloh har bir qilayotgan yaxshi amallarni vasilasini nasib qilsin Allohim.